Tuning box, tuning box, tuning box Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, boshlagan kuninglar xayrli, barakatli bo'lsin. Bugun ishxonamizda BYD Yuan Up shaharlarda juda ham ko'payib ketgan, yaxshi xalqbop bo'lib chiqayotgan BYD modellar bor. Bu mashinaga nima qilib beramiz? Bagajida o'sha knopkani bosganda o'zi ochilmaydi. Buni qo'l bilan ko'tarib ochish kerak. O'shani knopkani salondan bosganda o'zi ochish kerak, salondan bosganda o'zi yopish kerak yoki orqadan turib o'sha bagajni o'zidan bosib avtomatik ochilib, avtomatik yopiladigan, shu xuddi bundan keyingi markadagi avtomobillarda bor narsani o'rnatib bermoqchimiz. Shunga bu yerda hozir mana zapchastlari tayyor turibdi, hammasini yoyib qo'yganmiz. Taxminan sizlarga tushuntirib beraman. Hozir mana shofer taraf obshivkani ham ochib olganmiz. Buni mashtiga knopka qo'yamiz. Aynan bagajni ochib yopish uchun mo'ljallangan knopkasini. Qaranglar, endi komplekt ichini ochib olganmiz, polni chochib, mana kitoblarni o'qib chiqdik. Hop, bu yerda mana bunaqa knopkasi bor. Bu knopka mana mashtiga o'rnatiladi. Zavodskoyda akkuratniy bo'lib turadi, ingichkagina bo'lib. Shu bosganda bagajni ochib beradi, yana bossa yopib beradi. Buni o'zi nastroykalari bor, tezroq ochilish, sekinroq ochilish balandligi, shunga o'xshagan narsalarning hammasini o'sha o'zini programmasi orqali qilib nastroyka qilinadi. Bu yerda nima bor? Asosiy mana bunaqa ikkita motordan tashkil topgan. Bu o'sha o'zini bagajimda ko'targanimizda turadigan ikkita o'sha amortizator qo'yamiz. O'sha amortizatorga o'xshagan ko'tarib beradigan prujinani o'rniga qo'yiladigan motor. Bu уже qo'lda yopib olsa, mexanический ham ishlayveradi, sekin ishlatsa, o'zi tok bersa, o'zi ochib, o'zi yopadigan imkoniyati bor. Endi faqat shu motor bilan hal bo'ladimi deb o'ylasanglar, unaqa emas. Bu yerda motor prosta tortib yopib, tortib ochib bergan bilan uni zamokka borgandan keyin zamonni shaq etib ilib olishi vazifasini qila olmaydi. Shuning uchun buni zamoga ham almashadi. Zamoni mana bu qismi bu zavodskoy yechib olganmiz. Buni ham o'rniga o'sha boshqa o'zini komplektidan chiqqani qo'yiladi. Zamokka borib, shiq etib birinchi ilingandan keyin zamokda xuddi avtodavodchikka o'xshab o'zi bagajni tortib oladigan funksiyasi bo'ladi. Shu narsaga mana oddiy zamokka almashtiriladi. Shunda mana mana shu ikkita narsa zamokka almashtiriladigan mana shunaqa temirlar boshqa qo'yiladi. Undan tashqari bagajni o'sha qopqoq krishkasiga mana bunaqa knopka ham qo'yiladi. O'sha salondan ochadigan bo'lsak, bu yoqdan ochib yopsak bo'ladi yoki agar bagajni o'zini zavodskoy knopkasidan ochsak, ochilgandan keyin yopish uchun mana bu knopkani bosamiz. Buni o'zi ko'pchilik zavodda nimagadir o'ng tarafga qo'yishadi, o'ng taraf tepalik tarafiga. Biz buni chap tarafga qo'yamiz, xudo xolasa. Hozir egalardan yana bitta maslahatlashamiz. O'zi mana bu yerda turadi zavodskoy. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, biz buni naryo tarafga qo'yib beramiz, chunki bu taraf aynan shoferga noqulay. O'ng taraf rulli chiqadigan juda ham ko'p davlatlar bor. O'sha davlatlar uchun menimcha moslashtirilgan bu o'ng tarafda bo'lishi, chunki shofer bosadi, borib rulga o'tiradi. Bizda chap tarafda bo'lgani uchun buni biz bu yoq tarafga qo'yib beramiz. Bu yoqdan bosib rulga o'tirish osonroq bo'ladi. Shuning uchun shunaqa qilib qo'yib beramiz. Hozir mana chochkamizda bu simlarni o'tkazadigan o'zgarish ishlari bor. Hozir oldi tarafda mana polni bitta sim tortib kelyapti. Mana komplektidan chiqadigan simi bor. O'sha obshivkani ichiga eshikni ochib turib kirgizilyapti, knopkani qo'yish. Undan tashqari oyoq bilan ochadigani ham qo'yilyapti. Komplektida oyoqda ochadigani ham bor. Oyoqni bundoq qilsak, o'zi avtomatik ochib beradigan sensori ham bor. O'sha sensorni ham chiroyli qilib tagiga o'rnatilyapti. Mana buniki hozir mana bolalar sekin qo'yib qo'ygan. Mana mashtiga chiroyli qilib mana shunaqa qo'yiladi. Bu mana agar bu yoqdan qarasak, deyarli ko'rinmaydi. Mana mashtiga qotgan zo'r bo'lib. Mana shu sensor narsa orqa tarafidan mana sim o'tib, ichkariga kirib ketadi salonga. Mana shunaqa o'rnatib olamiz chiroyli qilib. Hozir mana bunisi tayyor. Sekin-sekin simlarni o'tkazib, qolgan narsalarni o'rnatamiz. Keyin bitta ko'ramiz qanaqa bo'ldi. Mana zavodskoy o'zini temiri mana shu temir. Shunday yechilinadi. O'ziga razmer bo'lib tushadi. Yana joyiga qo'yiladi. Blok qayerda edi buni, Ulug'bek? Korobkaning ichidan blok? Yo'q deydi. Mana zamogimiz ham mana bunaqa katta zamogga almashdi. Qaranglar, mana zamogga o'zi ham boshqacha. Mana polniy bu yerda уже davodchigi bor, ichida motorchilari bor. Bunaqa elektronlik bu yerda shtekerlari bor. Hammasi shu o'zidan chiqqan komplektdagi simlarni joy-joyiga tiqib, hammasini to'g'ri ulab, oxirida to'g'ri nastroyka qilinsa bo'ldi, ishlayveradi. Bu ilgandan keyin shu mana buni o'ziga tortib oladigan imkoniyati bor. Hozir komplektida bloki ham bor, mana bunaqa blok. Mana shu asosiy blok upravleniya mana shu bo'ladi. Hamma narsa mashinaga kelib ulanadi. O'sha tigidagi sensori bo'ladimi, knopkasi bo'ladimi, zamok, simimi,
va hokazo. Hamma narsa mana motor ichidan kelgan shtekerlar, hammasi shteker orqali hammasi mashinaga kelib ulanadi. Oxir xudo xolasa. Mana shunaqa blok bitta o'rnatamiz hozir sekin. Sizlar like bosib tomosha qilishni davom etib turinglar. Xudo xolasa, o'rnatilgandan keyin taxminan qanaqa turdi, nimadan qattiq joylashtirdik, bitta ko'rib chiqamiz. Ichiga mana bittasi o'tkazib olamiz. O'zini zavodskoy rezinkalarni hammasini akkuratni ochib, mana shtekerlarni hammasini keyin joyiga tiqish kerak bo'ladi. Rezinka ochiq qolib ketsa bo'lmaydi. Juda ham muhim mana shunaqa joylarga e'tibor berib, har bitta joyini zavod holatiga qaytarib yig'amiz. Mana hozir rezinkasini chiqarib oldik. Buni tagida bunaqa plastik ushab turadigan tillari bor. O'sha narsasini ham alohida keyin chiqarib olib, yana buni joyiga kiygizib, keyin joyiga tiqsa, shiq etib ilinib qoladi, orasidan suv o'tmaydigan bo'ladi. Uning ichidan suv o'tish kerak emas. Mana bu yoq tarafda endi shunday rezinkani o'zi bilan ilinadi. Xudo xolasa. Hozir orqadan shtekerimiz kelyapti, mana bolalar tortib kelyapti. Tortib kelgandan keyin o'shani ichkariga kirgizib, obshivkani ichiga o'tkazib olamiz. Hozir dinamiklarni yechib oldik, bizga qulay bo'lish uchun. Simlarini mana oynalarga xalaqit bermaydigan, o'sha zavodskoy standartda o'tkazib, ustiga gofrlarni qo'yib olib, xullas keyin mana knopka o'rnatib ham qo'ydik. Mashinaga ulab olamiz orqa tarafdan. Mana turishini qarang. Juda ham akkuratni, ham eng qulay joylardan. Bu yerga narsa qo'yadigan bo'lsa ham baklashga nimadir, kichkina baklashga tushadi o'zi bu yerga. O'shani boshi bosib qolmaydigan darajada teparoqga ko'tardim men. Pastroqga qo'ymadik. Qulay joy mana. Orqa tarafda mana bunaqa shtekerimiz bor. Mana shunga shiq etib ulab, hammasini akkurat tutib qo'yamiz. O'z zavodskoy shtekerlari bilan bir-biriga o'xshaydi, qaranglar mana zavodskoy shteker. Bu ham mana xuddi shunga o'xshagan shteker razyumlarning hammasini mana bir xil qilgan zavodniki bilan mana. Buni shu mana ikkita shteker bo'lsa, buni ham 3-chi shteker qilib ularga qilib qo'yamiz xullas. Mana zamogimizni joyiga qotirib oldik. Bu yoqda mana ikkita motorimizni almashtirib oldik. Motorimizdan chiqqan simni mana bu o'z zaglushkasi bor edi. Shu zaglushka joyidan kirgizib yubordik. Mana bunaqa olib kirib ketdi. Mana bu yoq tarafda xuddi shunaqa chiroyli akkuratli bo'lib kirdi hammasi. Tepaga shtekerlarni tortdik. Hammasi blokka ulandi. Blokimiz mana bu qotirib qo'yildi. Shtraps bilan mana qimillamay turibdi. Simlarni hammasini bitta qilib qo'ydik. Hamma narsa joyiga ulandi. Mana zamok orqasiga ulangan shtekerlarni ham uladik, ularni ham shtraps qildik. Mana bu yerda mana knopkamizni ham o'rnatib qo'ydik. Knopkaga ulanadigan shtekerimizning ustini ham bunaqa zvuk izolyatsiya qilib qo'ydik. Taqilib yurmaydi. Xullas mana shunaqa qilib turib, endi sekin bu yog'ini yig'amiz. Old tarafdan ham podключение bo'ldi. Hozir uni ham bitta ko'rib chiqamiz. Hali ishlatmadik, mana probniy test. Nima bo'lar ekan? Hop. Buni endi tezlashtirib, sekinlashtirib, teparoq balandrog'ini egirib qilsa bo'ladi. Hozir mana yopdi, mana qonun qoidasi bilan knopkani bosamiz. Ochdi. Mana buni ushlab tursa, nimadir bo'lish kerak. Ushlab turamiz. Endi ishlatib ko'ramiz. O'sha ochyapti-ya bu. O'sha ochib, mana bosib turish kerak. Yana bir marta. Yo'q, qo'lni bosib tursangiz 3 marta tekinlangan joyiga keladi. Undan keyin tezlashar ekanmiz. Undan keyin kapirovka bo'ladi. Mana hozir Ushlab turamiz dalsha. Bo'ldi? yo'q, bitta chaldi. 3ta chaldi. 1 2 3 4, 4ta chaldi. Hop, ushlab tursa, xullas regirovkasi o'zgarib ekan, qaranglar mana. Bu nima bo'ldi hozir? Tezroq yopilyapti. Ya, tezligi o'zgarmadi lekin. O'zi tezligi yomon emas, o'zi mana shunaqa bo'ladi zavodskoy standart. Ya tezroq qilib berding o'tgan galiksan. O'tgan safar tezroq qilib berganlar. Hop, mana shu emas. 1 qo'yib yuboramiz. 1 2 3. Ha, bo'ldi, 3ta bo'ldi. Mana shunaqa ko'ra yo'q. Bu ham tez bo'lmadi, baba. Boshqatdan. Shu emas. 1 1 2 3 1 2 3 4 yana bitta bo'larmikan? Ha. Bo'ldimi? Qabul bo'ldimikan? Endi qabul bo'ldi. Ha, tezlashdi endi. Xullas, ushlab tursa tezroq ovoz chiqsa ketma-ket tezlashib ekan. Mana shunday oddiy qulay qilingan. Endi ushlab turganda ham ko'rdinglar, 5 sekund, 6 sekunddan keyin qabul qiladi. Endi bundan tez uje o'zimizga opasni yo'q qoladi.
Mana shu tezlik o'z zavodskoy standartiga mana juda ham mos keladi. Birdaniga tezlashmayapti-da. Birinchi sekin yopib turib, keyin yopilib ketyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, videoda shpoq etib ochib yopayotgan mashinani videosi tarqalib ketadi. Shunaqa ishlamasa bo'ldi, chop qoladigan bo'lib. Hop, bu yoq tarafda mana sim o'tkazish ishlari ketyapti. Simni xullas rezinka orasidan o'tkazdik. Pitaniya bu yerdan mana bundan plyus olindi. O'zini предохранитель tiqadigan joyiga shunday tiqildi. Ustidan boshqa предохранитель qo'yildi o'zi uchun. Alohida mana bu yerda plyusimizda через kontakt. Minusimiz ham bo'lsa, mana bu yerda o'zi minus qotadigan bolti bor. Mana zavodskoy boltga minus qotib turibdi, ko'rasizlar. Zavodda o'zini nimadirlarni minus. O'shani bo'shatib, tigidan biz ham qo'shimcha qilib, o'sha o'zini mamkasini qotirdik, zavod bo'lib qotdi. Simlarni hammasini tartib bilan chiroyli olib ketamiz. Bunda oddiy предохранитель orqali ulangan. O'shanga hech qanaqa xavfli tarafi yo'q, hammasi xavfsiz tomonlari o'ylangan. Nimadir mabodo xudo asrasin, sim qisilib qolsa, nimadir bo'lsa, предохранитель tirsatib kuyadi. Hech narsa bo'lmaydi. Muammoni topgandan keyin yangi предохранитель qo'yib yana ishlatib yuborsa bo'ladi. Lekin o'zi muammo bo'ladigan joyi yo'q. Hamma yoq akkurat, tartib bilan chiroyli qilindi. Tuning box, tuning box, tuning box,